14-yanvar O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining 34-yilligi va Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab So'x tumanida joylashgan harbiy qismlarda ham bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. 9208 harbiy qismida tashkil etilgan bayram tadbirida tuman hokimi Saidbahrom Said Musayev, tuman hokimi o'rinbosarlari, huquq-tartibot va huquqni muhofaza qiluvchi organlar va boshqa jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida Vatan madhiyasi yangradi va shundan so'ng tuman hokimi boshchiligidagi guruh xotira monumenti poyiga gulchambar qo'yishdi. Tashkil etilgan tantanali tadbirda tuman hokimi so'z olib, barcha harbiy xizmatchilarni bayram bilan tabrikladi. Hurmatli xalqimizni eng ishongan, xalqimizni tinchligi, osoyishtaligi uchun shu tinch, totuv bo'lib, bemalol mehnat qilish uchun sababchi bo'lgan hurmatli harbiylarimiz. Bugun mana Vatan himoyachilari kuni bilan mavzu nomidan butun So'x aholisi va tumanimizni rahbarlari nomidan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Ushbu harbiy qism askar va zobitlari zimmasiga katta mas'uliyat yuklatilganligiga qaramasdan, harbiy qism nufuzini ko'tarishda harbiy xizmatni kasb deb bilgan ofitserlar, serjantlar va askarlarimiz bugungi kunga kelib o'zining harbiy intizomi, jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlikdan yaxshi va a'lo ko'rsatkichlari bilan harbiy qismni yuksak cho'qqilarga erishish uchun o'z xizmatlarini ayamay kelmoqdalar, deya ta'kidladi tuman hokimi o'z so'zida. Tadbir davomida xizmat davomida o'rnak ko'rsatgan bir guruh askar va zobitlar, serjant va ofitserlarga esdalik sovg'alar, shuningdek yangi harbiy unvonlar topshirildi. Harbiy qismga va uning komandiriga, harbiy qism komandiriga tuman hokimligi tomonidan qimmatbaho sovg'a taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.